Siz bir yerde pul tepatkan bolsanız, kökläwatkan bolsanız, çoqum şu yana barlığınızdan qadrlan, şu yerda qısıp yaxşı işlän. Demek nima deseniz, hozirgi vaqtda ma'lum bir kasblarni qilib, shu siz turayotgan o'rinda siz o'zingizning bir kichik o'rin tepib, shu kasbdan natija qozonib, oz-to'l non tepib yegan bo'lsangiz, balkim sizga hasadxo'rlik qiladigan, sizni ko'ranmaydigan, sizni putlaydigan, sizning o'zidan ishib ketishni xohlamaydigan kasbdoshlaringiz, xizmatdoshlaringiz atrofingizdagilar bek chiqadi. Hatto sirtqi kuchlar ham sizni tortib o'zining shu qilayotgan ishiga, siz qilayotgan o'xshash kasbga olishni o'ylaydi. Demak, bunda vaqtda sizning irodangiz mustahkam bo'lsa, maydoningiz iniq, bayrog'ingiz ro'shan, muntazam bir ideyangiz o'zingiz boshqara oladigan manda bir ideyangiz bo'lsa, siz cho'ng ziyon tortasiz, teyib ketasiz. Nimishga desangiz, odamlarda yarashish deydigan bir nima bor. Men masalan bu Shangjoy uyumlik shirkatiga kelib ishildim 10-oydan keyin. Anandan keyin o'zim shuning birinchi tarmoq shirkatini qurdim. Nurg'unlagan ishlar bo'ldi, nurg'unlagan xafalıqlar bo'ldi, nurg'unlagan ishlarni bilib turmiz-yu, lekin ichimizga yutgan bo'ldik. Ammo shu shirkat orqali men cho'ng pullarni topdim desam bo'ldi, xalqning qo'llashi orqali, shu bir sahna orqali. Lekin nurg'unlagan ozdirishlarmi mening enim keldi. Qarindosh millatlardan bo'lsin, yo boshqalar bo'lsin, bizga asos jihatdan mablag' selib, mani qilayli, etayli, mandaq deb kelganlar bo'ldi. Lekin shu degan vaqtida ko'nlarning bir gapi bor, shishuy buvang, ulug' doimiz mavzuning gapi. Shishuy buvang vajingrin dedi. Su ishganda quduq qazg'uchini unutma deb insonda minnatdorlik bilish tuyg'usi bo'lgan vaqtida bu pulingga pul ketilib mangin ekan. Shuning bilan shu degan vaqtida men hech qanday bir kuchga ozdirishlarga buning pisat qilmadik. Hatta mening bilan birga ishigan nurg'un ballavatdi. Ba'zi shu shirkatlar u yoq-bu-yoqlarga ketgan bo'ldi, u bu nimalarga qiziq dedi. Chunki qayerga kelsangiz qozonning quliga 4, uningda o'sh qo'ymaydi. Qayerga kelsangiz qozon bor, uningga pul qashlab gazamisiz, o't yoqmisangiz, suv quymisangiz, tamoq pishmaydi. Shunlashqa bir yerning oyog'i sana yarashgan bo'lsa, shu yerda yaxshi ishlar. Hozirgi yoshlarningki ya ma'lum bir qism odamlarningki shunchalik aqlli, iqtidorli, bilimli bo'lib ketgan holatdimi? Nima uchun shular yana pul topolmaydi, yana shu qilgan ishning bo'ldi degan vaqtida ularda muqim mavqa, maydon, nishon yo'q. Lengil taqtaqliq bekchi, masalan, kishilar tarafidan kallasi o'ng'ayli yuvitilindi. Ma'lum bir kasbni qilib shuning dishida yaxshi yeyotgan bo'lsa, yana birisi kelib ma kasbni mandaqdi, meniki kasam mandaq qilib birma deydi. Yana birisiga chu degan vaqtida bu iliqi tuzingni yeb, tuzlig'ini chaqdim deb shu o'zi non tep yeyotganga sababchi bo'lgan shu o'rindan qusur izlab shularni hali desi, ularning kidikkina ojizliklarini, 30% xatoliklarni ko'rib qilish orqali 70% yaxshilik taraflarini yuvitdi, ulardan behuda og'rindi, boshqalarga selishtirdi. Boshqalarningki kamchiligini ko'may, shularning ortiqchiligini o'z nayotgan odamning shu kamchiligini selishtirish orqali shu yerlardan ishlamay yana boshqa yerlarga shilg'ib boqadi. Chunki siz bir yerdan yana bir yerga qo'nsangiz, shu yerdagi rahbarlik o'g'uchunsin shirkatlarda xizmatdoshlar olsun, sizga bo'lgan postingiz, sizning oq ko'rinish bejingizni u tekshiraydi. Nima deydi desangiz, masalan, uyumlik shirkatlarda siz Shangjoy uyumlik shirkatida ishlab, oyda 7 dan 8 dan uy setib, bir oyda bir muncha iqtisodiy qimmat yaratgan bo'lsangiz, mushunda holat sizning rahbarlaringiz olsun, shirkatdagi sizlarni yiqib o'tadiganlar olsun, sizga yordam qilib, uy mushtaq qilgan holatda turib, siz yana tuzkorlik qilib, yana bir yerga berib qilsangiz, eğer adamlar avvaldan yaxshi teşhima, yaxshimi, yaxshi, qilib qo'ydi. Lekin shu degan vaqtda balkim siz mangdan ishning sirtiga chiqqandan keyin voy boy, eliqi o'zining ashunda ishlab uqmatdiki, fuqadigan qilib, barni berib, barlig'ini berib qo'ygan yerdagilarga tuzkorlik qilib, shu yerda topgan puliga nisibasiga qanoat qilmasdan mayaginib kelgan, voy buning bizga qanchalik rapay tutkundikin biyanim petig'da poni etib ketdi deydi. Oxirida sizning inovatingiz mentang bo'ldi. Eliq sizning kallangizni yuyib, o'zining yeniga akib olgan, o'z tarafga tatib olganlar qanday qildi desangiz, u cho'qqim sizga barini boshlig'ingizdek barlig'ini bermaydi. Oxiri qanday qildi desangiz, u sizga ehtiyoj uchun mayaga palampay to'saqdan birini qilib qo'ydi. Demakchi desangiz, siz mangu demak shu bir sizga oyig' yarashgan, siz pul topgan shu yerdagi
Shu kollektivdan mishinchilik xatolikni tepib bilib, o'zingiz jahonda menkenman, men degan dahshat o'xshayman, mensiz bu degan bir xato, menmanchilik o'zingizga bo'lgan ziyoda ishash, ziyoda nim bo'lib ketganligi sababidan sizning bag'ringiz o'xshash kasbga o'xshashiya, lekin siz Allohning birin o'zingizningki inovatini, kelgusingizni hamma nimangizni nobud qilib bo'ldingiz. Balkim shu sababli siz oxirsida siz qilayotgan kasbni yaxshi qilolmasdan burunqandek pul topolmasligingiz, shoqat qilolmasligingiz mumkin deb o'ylayman. Shunlashqa har qaysi kasb qilayotganlar agar bir yerning oyog'i sizga yarashib, shu yerda non tepib, shu yerda izzat, obro'y, hurmatga sazovor bo'lgan bo'lsangiz, shu yerdagi sizning boshlig'ingiz Osman bo'lamdi, Arpat bo'lamdi, yana bir so'lamdi, bularmi bir dada tizilib, bir ona tuqqan 9 oy 10 kun qolsa. Bularmi 100% emas. Shu yerlik to'xtam yozadigan yana bir so'lamdi, yana bir shu qizlar olan ballam shu bankdan. Hech qaysi 100% emas. Endi bularningki kamchilligidan ortiqchiligi jiqaroq bo'lsa, 30% xatolik bo'lib, 70% yaxshilik taraf bo'lsa, gayda ko'zlaringizni gaz, ko'zlaringizni ko'mas, quloqlaringizni gaz qilib olsangiz, yani demek siz yani fakat nişanınız şu qo'lingizdagi xizmatingizni yaxshi qilish hamda har qanday setish kasbi bo'lgandan xaridaga qonunliq, a'lo, to'g'ri, haqqoniy, haqiqiy bir vijdoningizdan yaxshi muomala qilsangiz, topgan pullaringiz berekatli bo'lib, shaharlarda da'chilaringiz, ostingizda yaxshi mashinalarıngiz bo'lib ketadi. Agar sizda minnatdorlik tuyg'usi bo'lmasdan turib, Aşu tuzunu yap, tuzluğunu çıkıp, tuzkorluk kıldığa ideya olup kalsa, siz Evliya Azam sunuk olup gittin. Ahırsıda siz bir parazit kurup, ahırsız bir halak okuçu, veyran okuçu. Eğer benim degenim doğru olup kalsa, halkım şodu deyip koyunlar, ben sizlerin öymülükçü oğlunlar, Anivercan, öymülük ait soraydıgan mesletlerini alıp kalsa, ündidar hem telefonda 156 28 17 95 17. Rahmet halkım, salamet bulunlar.